Avtomobillarda o'rnatilgan raqamlar nimani anglatishini bilarmidingiz? Bo'lmasa, mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Avtotransport vositalariga beriladigan davlat raqamlarida hududiy kod, seriyasi, ro'yxatdan o'tish raqami, davlat bayrog'i va identifikatsiya belgilari aks ettiriladi. Demak, diqqat qiling. Yurtimizdagi transport vositalarining hududiy kodlari orqali bu transport vositasi qaysi viloyatga tegishli ekanligini bilib olishingiz mumkin. Toshkent shahar kodi 01 dan 09 raqamiga qadar. Toshkent viloyati 10 dan 19 raqamiga qadar. Sirdaryo viloyati 20 dan 24 ga qadar. Jizzax viloyati 25 dan 29 raqamiga qadar. Samarqand viloyati 30 39, Farg'ona viloyati 40-49, Namangan viloyati 50-59, Andijon viloyati 60-69, Qashqadaryo viloyati 70-74, Surxondaryo viloyati 75-79, Buxoro viloyati 80 dan 84 ga qadar, Navoiy viloyati 85-89 ga qadar, Xorazm viloyati 90 dan 94 ga qadar, Qoraqalpog'iston Respublikasiga esa 95 dan 99 ga qadar raqamlar kiritilgan. Bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga yuborib qo'ying.